hammaga o'z 19-20 aprel kunlari Toshkent shahrida Jar sport majmuasida Oyama Kyokushinkai karate bo'yicha O'zbekiston chempionati o'tkazilmoqda. Ushbu chempionatni mezbonlik qiladigan komanda biz bo'lamiz. Bugun 19 aprelda butun komandalar Toshkent shahriga kelib, vazn o'lchash marosimi bo'lib o'tadi. Hozir orqamizda ko'rsangiz, o'zi hammasi vazn o'lchab, ertaga musobaqada qatnashish uchun doping olishadi. Barchaga omad tilayman. Ertaga musobaqada faqat kuchli g'olib bo'lsin. Mana bugun kalendar bo'yicha O'zbekiston ochiq chempionati bo'lib o'tmoqda. Hamma yaxshi kayfiyatda, mandatli komissiya bo'lyapti, mehmonlarimiz kelishyapti. Juda yaxshi kayfiyatda hammalari. Ertangi bo'ladigan O'zbekiston chempionatiga omad tilayman. Bugun Oyama Kyokushinkai karate yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston chempionati boshlandi. Tarozi o'lchash marosimi mana bugun ketmoqda. Butun respublika O'zbekistondan kelgan mehmonlarimizga omad tilab qolaman. Ertangi musobaqaga hammalaringizni kutamiz. Jar sport majmuasida. Assalomu alaykum. O'zbekiston birinchiligi musobaqasida Toshkent shahridan mezbon sifatida qatnashyapmiz. 50 ga yaqin sportchilarni olib kelganmiz. Xudo xolasa sportchilarimizning kayfiyati yaxshi, umidlarimiz katta. Birinchilikni olamiz degan umiddamiz. Здравствуйте. Мы участвуем на соревнованиях Кёкушинкай карате. Мы представители Кёкушинкай ИФК. На данный момент проходит взвешивание, жеребьевка. Как видите, все проходит четко. Завтра увидимся. Всем побед!